إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. ya'ni inson senga soxtakorlik bilan muomala qilayotgan bo'lsa, takalluf bilan o'zini qiynab, bir samimiylik bilan emas, balki o'zini qiynab, soxtalik bilan senga muomala qilayotgan bo'lsa, do'stligini shu taraflama, o'zini do'st ko'rsatayotgan bo'lsa, uni tark qilgin. Tark qilganingdan keyin ajraganing uchun ko'p taassuf, afsus chekmagin. Chunki odamlarning ichida bir-birini o'rnini bosadiganlari bor va yoqmagan narsani, noto'g'ri narsani tark qilishda rohat bor. Qalbing shundan rohat oladi. Tark qilgin, afsus chekmagin va qalbda habib, ya'ni haqiqiy do'stlar uchun, sodiq do'stlar uchun sabr bor. Valau jafa, ular senga haqiqiy do'st jafo qilsa ham, sendan uzoqlashib begona sirasa ham, haqiqiy do'st bo'lgani uchun qalb sabr qila oladi. Lekin soxtalikka, takallufga qalbingni majburlamagin uni qabul qilishga.